Shohrux aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tak, hammaga assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, bugun biz sizlar bilan men qayerda ishlayman, kim bilan ishlayman va bizlar nima bilan shug'ullanishimizni birgalikda videoda ko'rib guvohi bo'lasizlar. Ketdik. Biz hozir 5-etajga ko'tarilamiz. Eng tepasiga. Men уже shu ishxonamda 3 yildan buyon ishlayman. Shu 3 yil bo'ldi. Moskvaga kelganimdan boshlab ish faoliyatimni shu yerdan boshladim. Shu yerda xudo xolisa tugatib ketaman. Ketdik. Uchamni sentr. Tak, hozir men sizlarni mana kollegalarim bilan tanishtiraman. Keling. Tak. Bu qizimiz Sabina. Da, bu qizimiz menejer, ya'ni o'qishga kirish bo'yicha shug'ullanadi. Bu esa do'stlar. Bu ham bizni o'qishga kirish bo'yicha mutaxassisimiz. Bu tarafda bizning chiroyli qizlar dugonalarim o'tiribdi. Gulshoda. Evet, rus tili kurslari bo'yicha shug'ullanadi. Hamma savollaringiz bo'lsa rus tili bo'yicha baqa bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Gulshada opa mumkinmi desanglar, ular berishadi. Tak, Nozima. Nozima u nas nima bilan shug'ullanadi? O'qishda agar sizda problema bo'ladigan bo'lsa, lichniy kabinetga kira olmaydigan bo'lsangiz, agarda qayerga borishni bilmasangiz universitetda kelib murojaat qilasizlar. U doim 24/7 aloqada. Endi sizni keyingi xodimlarimiz bilan tanishtiraman. Birinchi navbatda bu yoqqa e'tibor beramiz. Qaranglar, hozirda bizlarda rus tili kurslari, ya'ni rus tili darslari bo'lib o'tyapti. Bu esa bizning Olga, rus tili o'qituvchisi. Ya'ni darslar bizda rus tili o'qituvchilari bilan o'tiladi. Xo'p, keyingi xodimimiz. Tak, Bekzod, yaxshimisiz? Bu Bekzod, xodimimiz. Yaqinda keldi. Уже o'rganib ketdingizmi? Ha. Yaxshimi hammasi? Hammasi. Nima yoqdi sizga eng? Atmosfera. Atmosfera? Qiyinchilik bo'lmadimi? Хорошо. Это тестовое? Это не тестовое. Так, ko'rib turganingizdek, bu mana ishxona, ishlayotgan joyim. Nima deydi? Bu yerda rus tili kurslari, har xil o'qishga kirish bo'yicha maslahatlar ola olasiz. Вот, keling endi men o'zimni shaxsiy ishxonamni ko'rsataman. Men qayerda ijod qilishimni yuringlar ketdik. Yettinchi xona. Vход только для персонала. Он faqat ishlaydiganlar uchun bu yerga ifsho, boshqa hech kim kirmaydi. Tadam! Assalomu alaykum. Здравствуйте. Это Alibek. Bu biz Alibek, bu bizni videolarimizni montaj qilish bo'yicha shug'ullanadi. Charchamadingizmi montaj qilaverib? Ustali? Все в порядке, да? Bizni kameraga tushirib yurgan desa, bu Shohrux aka. Da. Ko'pchilik videolarimni sifatli qilib videoga oladigan Shohrux aka bo'ladi. Mana e'tiboringiz uchun bizda IT kurslari ham bor. Naryoqda o'tirgan odam o'rganyapti. Salimov Mardon. Men bilan bitta maktabda o'qib, men tug'ilgan joyda katta bo'lgan bola. Birga futbol o'ynaganmiz, cho'milgani borganmiz. Hozir mana soqolingga bor-ku.
bironta milisa ko'rib, shunday seni yuzingga qarasa, sanga soqolingdan ko'rib, bilasanmi nimani o'qiydi? Nimani o'qiydi? Arestуйте меня degani. Ну вот, Shahzod, ты боишься его бороды? Страшно же, да? Qo'rqinchli, да? Видишь? Но begona odamga mana shunday tuyuladi. Так что barberingni o'zgartir, bratan. Вот. Hozircha bitta odam yaqinda biz nima deydi новости, то есть xabar beramiz, что ochildi, kelsanglar bo'ladi, yozilsanglar bo'ladi deb. IT kurslari, rus tili kurslari o'qishga kirish bo'yicha, ya'ni o'qishga kirish bo'yicha byudjet, kontraktga qanday kirsa bo'lishini общежитиесі bilan. Shunaqa savollaringiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Ekranda va videodagi nomerlarga telefon qilsanglar bo'ladi. Bemalol men sizga javob berishim mumkin yoki bo'lmasa hozir ko'rib turgan menejerlarimiz bor, operatorlarimiz, shunga murojaat qilsanglar, hamma savollaringizga javob beradi. Lutshi mana shu adres ham qoldirib ketinglar. Вот, mana shu adres bo'yicha kelinglar, to'liqligicha bafurcha gaplashib, hammasi ma'lumotlarni olib olasizlar. Hozir esa biz studentlarimiz bor, ya'ni Rossiyada, Moskvada o'qiyotganlar. Ulardan hozir bir necha savol beramiz, ya'ni so'raymiz, nima uchun aynan Rossiyani yoki Moskvani tanlashdi? Nozima, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Siz hozir qayerda o'qiyapsiz? Руденда. Rudenda. Да. Qaysi soha bo'yicha? Международный туризм. Международный turizm. Nima uchun aynan Rossiyada, ya'ni Moskvani, Rudenni tanladingiz? То есть Moskvada o'qishni tanladingiz. Xalqaro tajriba olish uchun. Xalqaro tajriba olish uchun. Да, и bilimlarni yana ham mustahkamlash uchun. Это наш Shahzod. Bizni финансовый direktorimiz. Уважаемый Shahzod. Да. Aytingchi, nima uchun talabalarimiz aynan Moskvada yoki Rossiyada o'qish kerak? Вот. Можно вопросы полегче? Не, подожди. Мы по-серьезному отвечаем, да? У нас же серьезная организация, серьезное интервью, да? Урысча gapirsam mayli, men hech kim urishmaydi-ku урысча Ну, gapirsam. субтитры будет? Субтитры сделает, да, Шахров? Алибек сделает. Алибек сделает, Шахров. Вот этот момент тоже оставьте, что Алибек, субтитры по-братски. Не, ну вообще просто в России просто сильное высшее образование. Здесь классные университеты, и здесь можно получить действительно качественное образование, с которым можно пойти строить карьеру, зарабатывать деньги и так далее. Неважно в какой области, будь то медицина, строительство, там, не знаю, IT. Кем ты хочешь стать, можешь здесь получить это образование и построить себе хорошую карьеру. Gaplarga qo'shilaman. Menga o'xshab agar magistraturani bitirsanglar, Boyanovada keldim, ko'rdinglar. Shunaqa qilibsizlar ham o'qib, ishlab, pul topib yurasizlar. Ketdik. Подождите. Мы тут это снимаем что-то, они меня пытаются что-то сказать, а я даже не знаю, что сказать. Это Зуля. То есть она у нас в Питере работает. Питерdagilar Zulaga borib murojaat qilsanglar bo'ladi. Doston, siz o'qishga kirish bo'yicha shug'ullanasiz, to'g'rimi? Nima uchun aynan Rossiyaga topshirish kerak? Kuchli o'qish sistemasi, ko'proq informatsiya olishadi bu yerda. Diplomi kuchli, ko'p joylarga o'tadi. Ko'p joylarga перевод qilsa bo'ladi. O'sha уровень образования balandroq, чем boshqa davlatlarga qaraganda. Keyingi xodimimiz bizda Sabina bo'ladi. Telefon qilganingizda постоянно sizga javob beradigan xodimimiz bu Sabina bo'ladi. То есть siz nimadan boshlaysiz? Telefon qilganda? Assalomu alaykum. Meni ismim Sabina. Sizga qanday murojaat qilsam bo'ladi? Da. Mana shu so'zlardan boshlaydi. Так, aytingchi Sabina, nima uchun aynan Rossiyada o'qish kerak? Ну, здесь возможностей больше. И, в принципе, каждый человек найдет свое направление. Вот. Всему можно научиться. Главное, русский язык знать, и все. И если что, приходите, я вам все расскажу. И вместе поступим с вами в университеты. Вы поможете? Я помогу абсолютно всем. Так, ismingiz kim? Sojidaxon. Sojidaxon. Sizniki? Dinara. Dinora-da. Iltimos aytinglarchi, biz hozir rus tili kurslarimizga qatnayapmiz, to'g'rimi? Taassurotlar qanaqa? Zo'r.
Zo'r. Aha, sizda-chi? Zo'r, yaxshi. Ko'p narsa olgan. Ko'p narsa. Qachondan beri qatnayapsizlar? Fevral oyidan beri. Fevralda oyidan beri-da. Qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? O'zgarishlar zo'r. Rus tilini gapirishlarini o'rgandim, padejlarni, rodlarni o'rgandim, hammasini. Хорошо, молодцы. Так, И gapirishlarim da to'g'ri bo'ldi. уже to'g'ri bo'ldi. Bemalol magazinga nimaga chiqqanda gaplasha olasiz. Aha. Sizda-chi? Menda yaxshi. Men may oyidan beri boshlab qatnayapman. Endi o'zi gapirishlarda, rodlarga qarab, asosan odamlarga qarab muloqot qilishda yaxshiroq o'rganyapmiz. Yaxshi o'rganyapsiz, a? Молодцы. Bizni qayerdan ko'rgansiz? Qayerdan topgansiz? Men oldin onlayn darslarda o'qigandim. Onlaynda tushunmaganim sabab qoldirgandim. Yangi Moskvaga kelgan vaqtlarimda o'qigandim. Hozir rus tili kerak bo'lganligi uchun ayam sizlarni va'da topdi yana. Boshqatdan keyin vaqt keldik. Zo'r, sizchi? TikTokda, YouTube'da videolaringizni orqali topganmiz. YouTube'dan nima topgansiz? Tarmoqlarimiz orqali. Rahmat sizlarga kattakon javoblaringiz uchun. Sizlarga omad o'qishlaringizda rus tilini yaxshi o'rganib, yaxshi universitetlarga kirdingizlar. Rahmat, sizlarga ham rahmat. Biz o'qityaptiganingiz uchun, o'rgatganingiz uchun. Rahmat kattakon. Bugungi ko'rsatuvimiz Apcentr haqida o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Bizlardan uzoqlashmanglar. Sizlar bilan Shahzoda. Как это-да? Diktorша. Погода в конце сказали. Toshkentda gapiramiz dedik. Говорит Москва. Shu. Yo, bu Apcentr. O'qiysizmi, o'qimaysizmi? Muhimi, o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring.